Mani ismim Shahnoza, yoshim 48 da. Men bu balzamlarga kelishimdan oldin ko'zimda juda ham muammo bo'lgan. 30 yoshlarimdan beri menimcha ochki taqaman. Plus 3,5 gacha chiqdi. Yaqinda shuni tekshirtirganimda уже operatsiya qilish kerak deyilgan. Va men operatsiya qildirishdan to'g'risi qo'rqdim va xohlamadim. Keyin men bu balzamlarga kirib keldim. Hozirda ahvolim juda ham yaxshi. Masalan, 2+2 ga ko'tarilgan. Hozir ko'zimni ko'rish qobiliyati. Yana menda osteoxondroz bor edi. Bundan ham zo'r natija. Grijam bor edi. Grijam juda yaxshi. Va men bundan juda minnatdorman balzamlardan. Menda energiyam pasayib ketuvdi, harakatsizlik edi menda. Hozirda hammasi joyida. Energiyam ko'paygan, immunitetim oshgan, uni o'zim sezyapman. Va bularni albatta ichishni to'xtatmayman va hammaga taklif qilgan bo'lardim.